seni biz oqlaymiz. Mehnat bilan kamol topib, vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Gulaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Gulaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Iymonimiz butun vatan, Ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekiston. Aziz mehmonlar, otalaru onalar, qalbi ummonlar. Assalom ustozlar, siz mehribonlar. Assalom sizlarga ey mehribonlar. Salomdan boshlamoq xalqim odati, salomning bolaning bor saodati. Salomlashmoq insonga xos go'zal odat, nasib bo'lsin barchamizga baxtu saodat. Buning boisi bor albatta, sababi kechagina o'zlarining ilk qadamini qo'ygan birinchi A sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib bayramlarini nishonlash arafasida turibdilar. Hozir davramizga tantanamiz sababchilari birinchi A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Читать и умножать, малыш не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы читать и умножать в школе. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе. Выходить в высокую, рисовать квадратный круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путай никогда, оставай города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путай никогда, оставай города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про
beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana maktabimizda bugun katta bayram, tantana. Bularning sababchilari maktabimizga 4 oy ilgari ilk qadamlarni qo'ygan bolajonlarimiz mana alifbeni o'rganib, bugun savodxonlik bayramiga hamda qolaversa yangi yil bayramini nishonlash arafasida turibmiz. Mana shu jajji o'quvchilarimizni bugungi savodxonlik bayrami bilan qolaversa kirib kelayotgan 2026-yangi yil bilan chin qalbimdan maktab ma'muriyati nomidan qolaversa o'z nomimdan tabriklayman. Mana shu o'quvchilarimiz kelajakda o'zining bilimi bilan, o'zining iqtidori bilan butun dunyoga namuna bo'ladigan Beruniy tumani nomini, O'zbekiston nomini, 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi nomini butun jahonga tanitadigan o'quvchilarimiz bo'lsin. Hurmatli ota-onalar, sizlarning ham mana shu farzandlaringizni bayrami bilan, qolaversa yangi yil bilan tabriklayman. Hammangizni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baraka tilayman. Bugungi bayram barchaga muborak bo'lsin. Bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilamiz. Bugun katta tantana, savodxonlik bayrami, doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Endi navbatni bugun bayram qo'shig'iga beramiz.
bugunay, o'rganay, o'zga bunga borsam menga ochildi. Bizga ta'lim beradi maktab, kecha uyimizda doim yuramiz maktab. Muallimimiz mehribon, o'rgatar olam jahon, doim faxr etaman maktabim sen jahon. Har kun tongdan shoshaman, sinfdan sinfga oshaman, bilimni qo'shib, bilim daryolariga tashaman. Ustozim boy mehribon, boshimizga sayg'on, o'zi dilar talabchan, bo'lsin doim sog'lom. Maktab bizning jonimiz, yetkazib Xudoyimiz. Tez istamay ortsak bir kun jahonmaymiz. Men juda hamki bolalar bor ming-ming, go'zal yon atrofing, bilimga kon tarafing. Kitobimning har satri o'qirkanman dil chug'dir, dunyoda bundan zo'r qudratli qurol yo'qdir. Maktab mening nurim, bu yerda orzular yashar. Ustozdagi yo'lda ko'chada har kuni bilim oshar. Maktabga qadam qo'ydik biz, o'qish yozish yangi bizlar yo'l, bilimni kengaytirib boramiz har kun yangi o'rgatgan til. Maktab bilimning manzili, har bir darsda yorqin yo'l, o'qish orqali orzu qadar kelajakni yorituvchi nurdir. 7 yoshga to'ldim men, maktab sarib keldim men, sinov maktab, maktab, cho'ng
alif b o'zi. Bolajonlar, aqlizu bilag'onlar, bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Salom erka do'stlarim, erka qara ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar, mendagi har bir mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qursiz, ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman, qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Menman ona tilaman, ilm dono tilaman, onalar sof vijdoni, otajonlar diliman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini ardoqlab, sevib yoqlab, dilimiz xazinasi sizga asta ochqum bor. Ona tilim sehrini marjon kabi sochqum bor. Matematika o'zim quyoshda issiq o'zim, raqamlardan boshlanar, tinglasangiz garsizim. 10 ta raqam jon menda, kerakdirman har yerda. Aqlingizni charxlayman, har misol har amalda. 21-asr kibernetika asri. Bilimdon donolarga ochiqdir bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamdan ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, 4 amalni bilaman. Ayting nelar bildingiz, ne sirlar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz? Qani ayting bolalar, nechta harf, nechta tovush bor menda? Qani harflar so'zlasin, tartib bilan tuzilib, bolajonlar so'zini eshitaylik mazza qilib. Asar shifo deydilar, asar davo deydilar. Shuning uchun dardlilar doim asar yeydilar. Batil va g'alalar bangasga cho'lar, bomga biraman katta sizlar. Samiya daraga chiqib, dog' daraxtga qaradi, bobosida o'rganib bog' hayotni istadi. Erkash erkan eradi, erta turib yuguradi, endi qolishmaslari uyib
Chiroyingiz gullar nastidan, go'zallarning naqshsiz ona, qolishmaysiz baho fastidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Endi navbatni onajonlarimizga qilgan she'rlarga beramiz. Sahar turib ertalab tandirga o'tin qarab yopardilar, issiqdon mehribonim onajonim. Ne anam dunyodir mehr tarat zunusda yo'limda yaqqizib. Ona faqat bayan dedi, o'tirsa ham tursa ham, ona faqat bayan dedi, yuragi xasta o'ssa ham. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar, qo'lni ochib siz bor ketgan, tashvish qochib, onajonim, jonim anam. Mening onam hayotda, ko'nglimdagi boyotdi, u bor ekan to abad, mening qalbim shamshoddi. Oqshomlari uxlamagan aytganda alla, ovozim tinglangan yetti mahalla, ovozim boricha aytayveralla, oyijon men sizni yaxshi ko'raman. Kumollari boshida, qani o'smay qoshida, aziz yoshlarda, onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzuzi dakdor aytgansiz, bizni ko'rib quvnar ko'sa, onajonim, jonim onam. Erkalarga asragan, boshlarini silagan, doim baxtim tilagan, o'zini jonim onam. Dardingiz olay munis onajonim, har ko'rmang yuzingiz kulsin onajon, ozgina dard ko'rsam doim parvona, hammadan
Jonini ayamagan bo'ling, nozim baxtimizga bor bo'ling aziz ustozim. Ilmu tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga minnat mehrini sochgan, go'yo quyosh tafti yuzida ko'chgan, siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Endi navbatni ustozlarimizga atalgan she'rlarga beramiz. Ko'zlarda sevadi, ko'zlarda to'la quvonch aziz buyuk ustozim. Bolalarni sevasiz, bizga ta'lim berasiz, zamu qoladingiz, uyqu daryosi bozim. Dasta ko'tarsam arzimas bu bulurga, barcha ezgulik sizga aziz buyuk ustozim. Rahmat sizga ustozim, bizni jondan sevdingiz, onga istiqomat bilim saboq berdingiz. Haqiqiy manbaul jonga jon ustozlar, nehu manbaul mehmon ustozlar. Bizni sevib onadik, siran tilimiz, mehnatingiz sarf qilib, doim bizga o'ylaysiz. Aziz ustoz, biz uchun boring doim salomat, ta'zim sizga, hurmat sizga, ustoz sizga ko'p rahmat. Sof ezgulik tilagi o'xon bizga onadir, ilk tuhmat qasridan, ilk ustoz yagona. Ustozim bor mehribon, boshimizga qarabon, o'zi dirar talabdan bo'zunmaydi omon. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizda ustozlar, yursan demoshini bari o'zingizda ustozlar. Yillar o'tib ulg'ayib, bergan so'zim aqlayman, 100 yoshda ham shu holda turishingiz xohlayman. Ustoz dili bahori, bulutda yig'lar, o'shanga sersam, omon bo'ling ustozim. Yillardir sekinasida 7 yoshdadim. Otam qo'ldan tutib, madadga bordim men. Ustozim meni ko'rib maktabda olib qoldi, menga nazar ko'rsatib, odamlar bo'lib qoldi. Ushlab meni qo'limdan o'rgatar u harfni, 1, 2, 3, 4 deya o'rgatadi hisobni. Tillasga nafas
qayerdan keldim? Qani menga qanaqa she'rlar tayyorlab qo'ydinglar? Yo'laklarim oppoqor, ko'ylaklarim oppoqor, sochlarim ham oppoqor, qoshlarim ham oppoqor, oqqina oqqizman, qorbobo qolgan qoqqizman. Yo'ymang meni sho'rtuzga, o'xshatmangiz lutmuzga. Tilim novat qaynoqdir, ko'nglim yumshoq qaynoqdir, oqqina oqqizman, qorbobo qolgan qoqqizman. Assalomu alaykum aziz bolajonlar va mehmonlar. Sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bayramingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun biz Qorbobo bilan uzoq o'lkalardan keldik. Qorbobo sizlarni juda sog'indi, chunki siz odobli va zukko bolalarsiz. Bugun sizlar Qorboboga qanday she'rlaringizni tayyorlab keldingiz? Sizni kutadi vatan, kutayor ustuqo bolalar, ochishimni kutaylik yangi yilda. Xush kelibsan yangi yil, bizdan sizga yaxshi yil, maktab darslarida bo'lib olin. O'tgan barcha ko'klarcha, bayramni bosh qahramon, baland tog'lar, oshga uyimizga bo'l mehmon. Qish qo'yida biz bilan, qorda qolgan iz bilan, Qorbobo qoqqoz bilan kirib kelgan yil. Ko'ylangga juda kimsasiz bilan to'qilgan, shovlangga qizil gul va kishalar yopilgan. Oppoqqa yig'iltimi, bolalar qo'chqadi, yurgan go'damadi yangi yil boshi. Yanına sana ki? Kim yanına sana? Xayr, mehmonlar, o'g'il qizi cho'qqonlar, rosa g'ayrat qildingiz, bir yil o'sin ulg'ayib. Shodlik tilalar hammaga, orzu tilalar bizga. Yulduzlar porlaydi, baxt doim bo'ladi bayram. Yangi yil keldi, ko'ngillar quvondi, yana yorug' chiroqlar yangi orzular uyg'ondi birdan. Yangi yil bayramida qurbonlik qilamiz, qo'rqolar kelsaga zavq o'tirib ketamiz. Ortda qoldi bir yil g'am, kunda shodlik, kunda g'am, ko'taringizni qilay katta bayram. Yangi orzu ahdi, yangi shahri, omad qol, baxt kirib kelsin yangi yil. Buncha ham chiroylisan, yam-yashilsa archajon, yangi yil
beramiz. Ota-onalar, aziz o'quvchilar, aziz ustozlar, mana bugun 1-A sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramini ko'rdik, birga tomosha qildik. Mana shu jajji o'g'il qizlarimiz she'rlari, qo'shiqlari, raqslari bilan barchani xushnud qildi. Mana bugun ular alifbeni o'rganib, keyingi 3-chorakka o'tish arafasida turibdi. Hamma so'zlarni, hamma harflarni yozishni o'rgandilar. Mana shu munosabat bilan savodxonlik guvohnomasini tayyorlaganmiz o'quvchilarimiz uchun. Shularni berishga ruxsat berishlaringizni so'rayman. Aziz o'quvchim Quvonchbayev Rasulbek, sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasan, yoza olasan. Yodingda tut, ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Quvonchbayev Rasulbekni shuningdek barcha o'quvchilarimizga ana shu savodxonlik guvohnomasini topshiramiz. Şu bir yana tamam az burada. Resimde çok olsun. Buna tebrikleyiniz. Bir geçtik yukarı çıktı. Kamalov Dastabek. İskenderov İzazbek. İskenderov İzazbek azıcık. Ki Izazbek. Tuk. Ibragimov Azatbek. Батирова Злала. Хамаретдинова Нурхаят.
qo'ygandi. Mana bugun ularning qanchalik savodli ekanligini, qanchalik yuzlaridan tabassum, nur yog'ib turganligini, ona, vatan degan so'zlarni, ayniqsa ona degan so'zlarni qanday bir mehr bilan aytilganligini guvohi bo'ldik. Bu o'quvchilarimizni savodxonlik guvohnomasiga ega bo'lganligi bilan, qolaversa Yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, totuvlik, osoyishtalik tilayman. Yangi yil mutlaq baraka, yangi tinch yillardan biri bo'lib kirib kelsin. Sharif mana shunday sinfning savodxonlik guvohnomasiga ega bo'lganligi bilan, savodxonlik bayramini tashkil qilganing bilan, Yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Kelgusida shu bolajonlarimiz O'zbekistonni Beruniy tumanini qolaversa 7-umr ta'lim maktabini dunyoga tanitadigan ilmli, bilimli yoshlar bo'lib yetishiga ishonch bildiraman. So'z navbatini Qarajon va Shariful ustozga beramiz. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, ota-onalar. Mana bugun bizning sinfimizda savodxonlik bayrami. Barcha aziz bolajonlarimizni savodxonlik bayrami bilan chin dildan tabriklaymiz. Kelajakda bir yaxshi, o'qimishli farzandlar bo'lib yetishsin. Shu sizlarni yangi yil bilan ham tabriklayman. Yangi yilda yangi omadlar hammangizga, ishlaringizga rivoj hammangizga. Bolajonlarimiz imtihon bilan kutib turibdi. Qorboboning qachon sovg'a berar ekan? Bizga Qorbobojon sovg'a olib keldimi ekan deb. Shuning uchun shu sovg'alarni olib olib, keyin ota-onalar farzandlaringizga yaxshi tilaklaringizni bildirishda davom etasizlar. Babalarımız okumuşlu, alayım malımatlarına çıksın. Rahmet. Assalomu alaykum hamkasblar, ota-onalar. Bugun hammangizni farzandlarimizga sovg'alarni tabriklayman. Mana farzandlarimizning mana shunday kamolga kelishida Shariful opani ham qolaversa maktabimiz ma'muriyatiga katta rahmat aytaman. Bu bayramning oldida qancha mashaqqatlar turibdi. Uni ko'zimiz bilan ko'rgan, guvohi bo'lgandan keyin hammasini bilamiz. Mana shu farzandlarimiz kelajakda oliy ma'lumotli vatanga xizmat tegadigan yaxshi yetuk insonlar bo'lib yetishishidan tilakdoshman. Barchangizni bayram bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Ustozlar, ota-onalar, farzandlarim. Eng avvalo shu ustozlarga rahmat deyman. Doim Shariful opa shug'ullarimizni shu bayramda o'tkazishni sizga rahmat qilaman. Shu farzandlarimiz sizniki ham endi Xudoyim shular yetuk bo'lib, o'qimishli bo'lib, shu O'zbekistonimizga yaxshi ot-obro'yat
akkalar Xudoyim, yetuk insonlar bo'lsin Xudoyim. Sizlarga da rahmat ustozlar hammasini. Assalomu alaykum ustozlar. Saidappa, Sharifappa, katta rahmat. Shu 4 yil davomida mana 11gacha, shu 11gacha o'zingiz o'qitib, shu yaxshi inson etib, kelajakka nega foydasi katta inson bo'lsin. Hamma ota-onalarning nomidan ham tabriklayman, dadasining nomidan ham tabriklayman. Hammasi o'qimishli ilmni o'z o'rnini topgan farzandlar bo'lib yetishsin. Assalomu alaykum. Maktabimizning jajji yoshlari va o'quvchilar. Mana bugun jajji farzandlarimiz maktabimizga ta'lim basida kelyapti. Chayqalpa olamasiga rahmat. Ularning hammangizni yangi yilda bayramingiz bilan tabriklayman. O'quvchilarimiz shu O'zbekistonimizning yangi maktabimizning ilk bor yaxshi bilim olib, yaxshi nimalarga o'qishga kirib, nomingizlarga katta sharaflarimiz rahmat. Yangi yillarimiz bilan ustozlardan, ota-onalardan tabriklaymiz. Xonadonimizdan tinchlik tilaymiz. Ishlarimizga omad tilaymiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar va ota-onalar. Sizlarni kirib kelayotgan bayramlaringizni chin dildan tabriklayman. Sharifapasiga alohida rahmat hammangizga. Mana hammangizni qizlar sizlarga ham tabriklayman tayyorgarligingiz uchun. Shu o'qishlarga omad tilayman o'quvchilarimizga. Aziz ustozlar, ota-onalar, shu ustozlarimizga o'rgangan minnatlar rahmat deyman. Qo'limiz ta'zimda 4 oy burun qadam qo'yib keldi bolalarimiz maktabga harflarni tanib, ichkalarni shodlab, bilim berganimizga Sharifappa minnatlar rahmat sizga. Hammamizga ko'katgan yangi bilan tabriklayman. Hammamizga omad tilayman. Aynaqda bәрінде шықжаны мөмкин. Assalamualaikum hammangizga rahmat. Shunday tayyor qilganingizga bolamiz o'qitganingizga. Bular kelajakda hammamizni orzu qilib ko'rganimizga bola bo'lib yetishinglar. Shunda hammamiz yonimizda yurgaysizlar sizlarni sog'lom qilib. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hammamizni avvalambor yangi yil bilan tabriklayman. Omadli yaxshi yil bo'lib kelganimizga, bolalarimizga ham omad tilayman. Yuzimizga yorug' yilda davomida rahmatlar ishlarni farzandlar bo'lib yetishgan. Sizlar ham quvonib, bizlar ham quvonib o'tiramiz. Rahmat Sharifappa sizga ham sog'lig'ingizlar, charchaman bilim berishlar. Sizlarga da kattakon rahmat. Yonimda yelkadosh bo'lib, birgalikda yelkadosh bo'lib qolganlar. Hammangizga rahmat, kattakon rahmat. Ana
Mana tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Ota-onalar bir raqsga tushsa farzandlaringiz bilan esda qoladi. Thank you.